Zax juda kuchli ekan. Mana bu yerda baliq ko'li bor. Mana zax urib yotibdi. Yerlarni shuning uchun birinchi etajni ham, podvalni ham xonadon qilishgan. Betonga zax urmasligi uchun. Beton fundamentdan zax o'tishidan zerikkanlar uchun akalarimiz shunaqa xizmatni yo'lga qo'yishibdi. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. Narxlari bo'yicha ham video davomida ma'lumot beramiz. Sizlarga ovora qilmasligi uchun bunga like bosib qo'yishdi va kommentariyada biz O'zbekiston sharoitiga bu narsa qanchalik to'g'ri kelishini mutaxassis akalarimiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasiz. Bu mahsulotda har xil plotnosti bor. Misol uchun fundamentga boshqa, devorga boshqa, shiferda ostiga, tunkani ostiga boshqa plotnostli penalarni sepib berishadi. Narxlariga keladigan bo'lsak, 1 kilosi $6 ekan. Katta ob'yomlar bo'lsa kelishtirib berishadi. O'rtacha 1 kvadratga qalin septiradigan bo'lsangiz 2 kilo ketadi, yuqa septiradigan bo'lsangiz 1,5 kilo atrofida ketadi. Misol mana shunaqa shiferni tagidan ham, tunkani tagidan ham septiradigan bo'lsanglar, misol restoranlarga, katta zavodlarga, fabrikalarga yoki bo'lmasam xolodilnik qilayotgan bo'lsanglar, meva saqlash uchun u joylarga ham zo'r to'g'ri keladi. Xullas, bu mahsulotni qildiradigan odamga tushuntirib o'tirishda hojati yo'q, o'zlari yaxshi bilishadi. Ko'p akalarimiz yaxshi xizmat ko'rsatadigan usta izlashadi. Sizlarga shunaqa usta topib qo'ydim, pastda telefon raqamlarini qoldiraman.